İkinci etaj. Melar polni molding degan narsa bo'lgan, shu ramka qilgan lekin chiroyli bo'lib ramkalar bo'lganda melar. Bu yerga bra degan lampochka bor. Yerga qo'ylar. Elektr ishlari hali tugagani yo'q. Inshaalloh tugab qolsa yana bir obzor qilamiz. Yerlar o'sha aristonlar, tualetlar. Bitta va sog' bo'lsinlar. Po'lat qarindoshingiz emas ekan-a? Bet Ivanning xonasi. Po'lat qarindoshingiz bo'lgan 3 marta aksardingiz-da. Bunday qilib Sardor Bey mana shu burchakdan chotki chiqadi. Просто atomli bomba dedi-yu. Addelkani qarang, addelkani. Nega qarang? Devolni stena tekizligiga 5 baho qo'yib berasiz. Chiki baba. Ular shunday. Hammaga salom. Tinch bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.